Mening ismim Jasur Habibullah. Men 1970-yili 13 ayning 1 Urumchida tug'ilgan. Endi voqeaga kelsak, men 2019-yili 8 ayning o'rtalari atrofida tuyuqsiz birisining tanımaydigan birisining WhatsApp'ini qo'shdim meni. Qo'shib uning bilan paranglashdim. U bola Turkiyada turgan bola ekan. Mening vatandagi yaqin do'stim necha oy burun shu Turkiyaga berib, bu bolalar bilan ko'rishdi. Mening navri inisi ekanligini aytdi u bola. Ham o do'stimning arada Yevropaga yoki Dubayga sayohatga borganligini shu Turkiyadagi navri inisi orqali menga yetkazmoqchi ekan. Shu chog'da men aytdim, ham ko'rsak bo'ldi, ham Yevropa bo'lsa men uchun osonroq, ammo u Dubay taraflarga men hozircha berib qolmayman deb aytdim. Aytib shuning orliqdan bir hafta o'tdi, bir hafta o'tib u bola yana menga so'z qildi. Shu akam menga telefon qilgan bo'lsa deb aytdi. Shunga vatanda hozir telefon qilish u xatarlik tursa deb desam, telefon qilavering deydi, o'zi bexatar deb aytdi. Shunda do'stim telefon qildim. Qilsam shu Yevropaga viza olamdik. Shu Dubayga borgan bo'ldik. Bu Dubayga borgan bo'lsa, ashad bir ko'rishsak deb aytdi. Andan keyin men u vaqtlarimda yangidan xizmat tushgan vaqtim bo'lgankin, ruxsat olgim kelmadi. Onu aytdim u bolalarga. Qilsam orliqda yana 2-3 kun o'tib, u do'stim bu narin orqali yana jiddiy telefon qilgan bo'lsa deb deganki, men telefon qildim. Qilsam sen deydigan bek muhim ish bordi, uni chuqur bizdiram deyish kerak deb aytdi. Endi qolgan gapni telefon degil bo'lmaydi. Sen shu jiddiy shu pasportlaringni avatmagan bo'lsang, ana birinimga deb. Shuni ular boshlig'imda ruxsat oldim. Ruxsat olish jarayonida o xo'jayinim xush bo'ldi, hamda uzun yillik do'stimdan ko'rishgansan deb. Hamma nurg'ullar masalan qoldirim to'squl qilgan bo'ldi buningga borma qatarlik deb. Ham shunaqasmi bir boray deb hamda xiyolimda do'stim muhim bir organ ishlaydi vatanda. Agar uni biz tarafga Yevropa tarafga olsak, undan isbotlash kerak. Shunga bir tavakkul qilay deb 9-ayning kuni uchdim mishadan. Uçuşdan oldida aeroplan biletlerini ehtimal qarshi o'zim xo'jayinimga WhatsApp orqali yo'llab berdim. Chunki hamda ayada menda bir ish bo'lib qolsa, men birdan bir izdergimni qilgan shu xo'jayinimga. Shu Dubayga borsam oldimga do'stim bilan sirtgan ishga uyg'ur bola chiqdi. Shuning bilan u Dubayga 100 kilometrmish yiroqdagi bir Hilton deb bir mehmonxonaga olib bordi. Shu yerda tomoq yegan bo'ldik. Shu kuni tomoq yegach, shu men bilan so'zlashdi, Jasur nima ish qilyapsan deb anglasak sen shu bog'lanishlik o'tibsan. Bu bek jafo ish. Bu savdo qilishni o'ylashdingmi? Ben nima savdo desam, oxiri dedi. Bizning egalishimizcha sen tarafning oxirlari bolalarni ko'ngil bor ekansan. Bizda mustaqil bir USB bor. Ashuni shu Asiyaniki kompyuter hisob qilsanglar bo'ldi deb aytdi. Endi uning oldida men shu ayrim do'stimlar ko'rishgan vaqtimda u naytli bir xil so'g'oq bir xil ko'rishgan men bilan. Endi menga bir sharat berdi-da. Shunda cho'tak tushib dedim. Ben o kuni javob bermadim. Ben bu ishni ertaga o'zimizga javob beray deb. Sen ma'qul dedi.
Ama qilmasangmi bo'ladi, hozir javob bersang bo'laydi, qilmayman deb aytdi. Sanki yana endi kichik o'yladim uni, agar men qilmasam chuqur boshqalarni avatidi Asiyaning baldirim bor, kichik xatarlik deb shu o'ltirdik. Bir necha kun shu yerga apadi. 2 kun u yatakda bo'ldik. 3-cü kuni yana Dubaydagi boshqa mehmonxonaga yo'tkidi. O yo'tkish jarayonida yana shu o'tirib, bozorga chiqib, uni buni deb bir narsani apirimiz deb telefon buni deb yana shu adam oladigan nima ishlarni qildi yana. Men ertasi mangman degan kuni anandan keyin chunki men borgan birinchi kunim pasportimni olgan ular. Shu san qaytish vizitini apirimiz deb. Ertasi mangmiz degan kuni anandan keyin meni yanımdaki yatak kirib chiqaylik ishimiz deb o'tirib birishni qoptimi. Birinchi kuni u odam o'zini USB'ni degach o'zining shu davlat bexatarlik idorasininki ekanligini aytdi. Anandan keyin shu 3-cü kuni endi azkan 4 kun turdim. Bu yoqqa minishdan bir kun burun kechda meni yanımdaki yatakqa chaqirib akirdi. Eshikni ochgan bir Xitoy ekan, Uyg'urchani nihoyat ravansiz degan Xitoy ekan u. Kirib shu bir vatan ahvolini aytib, opangni sevindingmi yo vatanni sevindingmi? Bekçe patat ishlatsan, biz bilan hamkorlashgan bo'lsang, turmushing parlaq o'tadi degandek xalqqa vaqtida Xitoy konsuliga borsang vizani berdi. Ya Turkiyaga borasa, ya Dubay yoki vatanga borsang xarajatlarini biz bitiramiz. Hamkorlashsanglar bo'ldi. Biz hozir kuchayib ketdik. Amerika bilan shu bir ustalning ustida o'tirib shartlarimizni qo'ya olamiz. Bizning shu Gollandiyada nurg'un adamlarimiz bor degandek tahdid aralash so'zlarni qildi. Shuning bilan men aytdim, u USB'ni men kompyuterimda o'qimayman, hujjatimni texnikamni. Sal turib bizning texnik xodimimiz kirib o'rgatib qo'ydi sana dedi. Sen biroq kirib shu kabel u aytdi bizning vatanniki janub tarafdagi bir lagerninki tizimniki oshkorlik chiqibdi. U hozir u tizimlik shu Asiyaning kompyuterisi ekan. Sen shu narsani solsanglar bo'ldi, biz ash odam tutmoqchi, oshkorlik odam tutmoqchi. Sen ulardan ansirab ketma deb aytdi. Ma'qul dedim deb u texniklik xodimga biror o'rgatgan bo'ldi menga. U so'zlar tugagandan keyin anandan keyin menga pasportlar shuni berdi. USB'ni berdi. Shu ertasi aydirimga ochib qo'ydi. Açık animeden Doğanadan tamoyizdan o'tishdan oldin so'rgan. Bu narsalar sayrab ketamdi, ham sayrab ketsa Aman işte peymanlarda kısa sen hatırlayacağım bol bunda kışını nurgun kıttım sınavdan ötken narsa hatırlayacağım bol sen başta bağın verip müşüşünü kıversen aniki semle alakılışlı adam var. Dep de hem de onun için de sen kımsan bol sen izledi adam var. Destek de telefonun ünlüler düşürpürümüzde fırsat tek yapıp düşürem de ünlülerini. Anaki qandaq aloqalashishni ular vaqtincha Turkiyadagi bola bilan aloqalashib dedi. Ma'qul deb qaytib keldim. Qaytib kelish biletlarimni xo'jayinim avatib turdim yana. Shu qaytib kelib Asiyaning bir uyiga berib boqashlarni dedi. Deb endi bo'lsa shu USB'ni Asiyaning kompyuterisiga sizning kompyuteringizga solayli, ammo kompyuteringizga hujjatni boshqa bir kompyuterga yetkazib qo'ying. Endi bular qildim deb vaqt kelmam bilan ko'rishdi. Shu banada azroq bo'lsin bo'shib yo'llarni topayli deb shu paranlandish oxiri ikkimizning u ishlar ojizlik qilgan
kıldıkemiz dep anga şu sakçıga habar kılaydı dep sakçıga habar kıldık. Ertesi yana şu kiçi yana hem treşpada bir xil. Ertesi xo'jayinimni uyuna bordim, ertesi deganda berib bo'lgan xo'jayinim deb berdi. Deb hem shu Asiya bilan bolalarni andikin shu USB'ni ilib, bo'lsa mana shu Amerikaga ambasada, Amerika konsulluğuna telefon tıklagan bo'lsam, va shu narsani ilib, shularni ilib qashqan bo'lsam deb aytdim xo'jayinimga. Hamda chunki o'sha chog'da Amerika bilan Xitoy iqtisod urush bo'lgandan keyin ozroq bo'lsin foyda qilarmikin deb. Sam o xo'jayinim to'xtabdi, ikki yo'l ma'li, birinchisi ma'o davlat bexatarlik idorasiga telefon qilay. Ular nima deydi? Ular aqmay qolsa, aniki ay yo'lni ma'yda. Shu bexatarlik idorasiga telefon qildi. Ular yaxshi javob berdi, ishlarga bormaydi. Ular hozirda boshlab turibdi. Ulashni ostida deb aytdi. Shu oraliqda shu bir hafta jarayonida nurg'ulg'an telefonlar keldi, ammo ham bu telefonlarni shu hamda asosiy bo'lgan ishlar shu. Ammo o'zimning ta'sirotga kelsam, shundoq burunmi bilgan, ammo bundaq razilligini bilmagan, bu shaxsiy gaplar bo'lib ketdi. Shu orqali shu xo'jayinim ham bexatarlik idorasida bilan aloqalashib, anan degan shu Gollandiyaniki bir jurnalist bor, uzun bir dong gazetniki muxbiri. Buni tez suratda shu oshkorlayli, shu muxbirlar orqali o'zimizni qo'g'dashni eng yaxshi usul deb. Shundan boshlandi asosiy ishlar shu shunday ishlar. Ananda oraliqda o'tgandan keyin u Turkiyadagi u bola WhatsApp xat yozibdi, ishlar qanday bo'ldi, Hajim ukam pek so'rab kutib bordi deb. Shuni men hozir qo'l solgan fursat bo'lmadi deb qo'ydim. Ya'ni shu muxbirdan qachon chiqarkan bu xabar deb, ya'ni shu dakka-dukkada judoq. Shu jarayonda opam til izlab beribdi. Kichikadan bor vatanda kichikadan izlab beribdi. Shu Jasur hamda bu Xitoyda ikki davlatning grajdani bo'lmaydi. Jasur shu o'zining pasportidan ID'sini bizga rasmiy tortib avatmagan bo'lsa deb. Telefon nomerini qoldirib qo'yibdi. Shunga uning telefon qildim. Telefon qilib bizning Gollandiyada undaq o'zining shaxsiy arxivini boshqalarga berolmaydi, u xilab. Agar sizlarga haqiqatan kerak bo'lsa, bir isbot avatinglar. Bunda bo'lganligi uchun bunday qilamiz deb. Shu isbotni nima saqchiga kirib, boshlaniki nimasiga olganiki men yo'llayman deb. Qisam u yo'qolib ketdi, u saqchi uni desvatdi. Mayadagi saqchilarim bor, ulardan so'rsam, eng yaxshisi aloqalashma. Ular bilan bir aloqalashib qolsang ekan, uzilmaydi u ishlar. Deb aytdi, hamda shu yo opamning xabarini shu adamdan urug' tuqqanlarni oldiga gapga shu saqchilarni shu uzdirmay izlab yuribdi. Opamning beshini og'ritib degandek. U tahdid, opam 85 yoshga kirdi. Opamni burun qilgan, bizga kelgandan keyin men anglagan, u opam menga gaplarni demaydi, mana shu to'ng'acham deb chiqdim. Salomlar doktorxonasiga kirib chiqdi opam. Shu yerimchida doktorxonadan hech daraxtlarning keyniga yutib oldi-ku, enim kamal deb. Endi ichini chiqishlar uni o'ylsam yana ko'ngil yerim buzgan gap. Shuni o'zi shu tahdid degan gap. O kichik achamnimi Urumchidan boshqa yerga borsam bo'lmaydi deb shu har xil Xitoyning tahdidlari har xil bu. USB'ni saqchiga berdi. Saqchilar uni endi bu saqchilar bitirib qilolmaydigan ish ekan. Uni shu bexatarlik idorasiga topshirib beribdi. Oraliqda bir shikoyat o'tgandan keyin men telefon qildim, natijasi qanday bo'ldi buniki deb. Qisam uni san javob bermaymiz hozir deb. Shu yarim yilmi o'tgandan keyin Osiyoga telefon qilibdi. Bu buning ichida muhim narsalar bor ekan. Bu narsa orqali Xitoy diplomatlari bilan ko'rishimiz. Tabiiyki, aniki shu USB'ni qaytarib berdi. O Dubaydagi vaqtimda shu USB'ni soldi, onun ichida
bizden ma danlık nakışçımız Abdullah Abdurrahim analikin apam bula buna yakın dostum bilen yani bir muşu dolkun diyen adam muşu bir hataraki dersi bir başkarmanın başlığı okşaydı ikisi bilen apamını ikret ağan videosu varken onu gördüm. Bunu var mı telefonumda? Şu hamda onun içindeki yana qandaq texniklik narsalar var onu şu dövlet Kolombiya bir hataraki idaresi ular şu tekshirib anın Asiyaga ashlar bak mühim narsa barkan shu Xitoy diplomatlar bilan ko'rishimiz deganda hozir qaytib beradigan narsa bizning qo'limizda. Do'stumdan boshqa u birinchi kuni o'zini degan odam ismi Davlat ekan. Xitoylar uni Dozong deb chaqirgan. Shu davlat bexatarlik idorasi bir boshqarmaning boshlig'i ekan. Ham uni aniq demadi. Xitoylar o'zi Dozong deb chaqirdi. O'zini davlat deb tunishdi menga. Yana bir gap unutib qolibdiman. Uchinchi kuni mana shu Xitoyning yatqi akirishdan oldida yana bir Uyg'ur bolani akirib ketdi. U Uyg'ur bola shu necha kun bizga sho'pirlik qilgan bola. Bu bola shu Dubayda turgan bola ekan, o'qiydigan. U bolaning kamerasi bor menda, ammo shundoq tez o'g'irlik tortgan kamera. Balkim boshqa sifatlar sabab bo'lishi mumkin. Shu davlatdagi odamning rasmlari anandan keyin yatgan mehmonxonadagi aeroplan biletlar opamning videolaridan tortib sal bo'lishi mumkin agar sizlarda bo'lmasa avval bersam bo'ldi. Hatto shu Turkiyadagi men bilan ko'rishman degan aloqalashishimiz degan u bolaninki WhatsApp nomeri bor. Shu asosiyatdan shu ham ishlar.